Aha. Baliqchilik faoliyatini kengaytirish uchun 400 million investitsiya. 300 million. Qaysi bankda baliqchimiz? Baliqchilik qaysi bankda? Biznes rivojlantirish bankidan 100 million olganman. Uni faoliyati yuryapti. Xalq bankidan 100 million oldim. Uni ham faoliyati yuryapti. Hozir 20 ta basseynda baliq bor. Yana 40 ta, 20 ta basseynga yana baliq tashlashim kerak. Уже 30 ta basseynga baliq tashlashim kerak. Kengaytirishim kerak. Amerikanskiy. Afrikanskiy laqabasi. Summa qancha? Yoshlarga ham o'rnatilgan. Yoshlarga ham shular ta'minlayapti. Qaysi bank? Deklaratsiya yoqib qo'ygan hozir. Kecha yaqin oldin tashlaganman, hozir baliq bor sutda. Hozir ikkalasida alohida firma ochib qo'yganmisiz? Ustasida firma ochganman. Biznes rivojlantirish bankida firma ochganman. Xalq bankida jismoniy o'zimga Yana